Muqim Mahmudni adabiyotga orzumand insonlar yaxshi tarjimon, mumtoz adabiyot bilimdoni, shoir va publisist sifatida tanisa, yana ayrimlar arab tili o'qituvchisi, ta'lim va tarbiya ustozi deb bilishadi. Shved jamiyati esa turli sinovlarni boshdan kechirgan ko'p bolali ota, din-diyonatli musulmon va namunali avtobus haydovchisi sifatida qabul qilgan. Vatandoshlarni izlab loyihasi doirasida Shvetsiya diyorida Muqim Mahmud bilan uchrashdik, oilasi bilan tanishdik va suhbatlashdik. Tullingi tepaligida, sokin tabiat qo'ynida, o'rmonzor etagidagi suhbatda musofirlik hayoti, ijod va hayot yo'llaridagi insonlar, mashaqqatlar xususida gaplashdik. Muqimjon aka, siz bu Tullingi tepaligiga tez-tez kelib turasizmi? Va kelganingizda nimalar haqida o'ylaysiz? Stendal deb qad berdi, Tullingi tepaligi deb aytaman. Men Tullingi degan joyda-da bu. Endi oilaviy ham ko'p kelamiz. Odatda mana shu yerda nonushta qilamiz gohida. Hammamiz kelib chug'ur-chug'ur qilib, juda menga yoqadi. Mana manzarani tomosha qilib, o'tirib nonushta qilish menga yoqadi. Mehmon kelsa albatta olib kelaman. Bu yerga kelganingizda nimalar haqida ko'proq o'ylaysiz, nimalar? Endi bu mana bu go'zallikda bir Xudoyim bergan bir go'zallik, mana shunaqa bepoyon bunaqa joylarni yoqtiraman. Tabiatni yaxshi ko'rasiz. Adinochka deb qo'yadi, bir 18 oy yolg'iz o'tirganman. Hali bitta xonali podvalda o'tirganman. O'sha ham ta'sir qiladi. Shuning uchun bo'lsa kerak, mana shunaqa keng joylarni yoqtiraman o'zi. Tabiatan yoqtiraman shunaqa. Avtobusda yurganimda ham shunaqa keng joylar bo'lsa, o'sha yerlarni yoqtiraman. Endi bu yerga ham endi alhamdulillah o'sha menda zavq qancha bo'lsa, alhamdulillah bolalarimda ham, kelinlarimda ham, ayolimda ham shuncha zavq bor. Yuringlar ketdik desam, yo'q deyishmaydi, jon deb kelishadi. Shu yerda chug'ur-chug'ur qilib o'tiramiz. Bir miriqamiz, bir dam olamiz. Chunki hammamiz ham tinimsiz ishdamiz, o'qishdamiz, shunaqa har doim bandmiz. Haqiqatan ham juda chiroyli, bahavo, go'zal joylar ekan, juda katta taassurot qoldirdi. Bizni ko'rayotganlar ham imkon qadar kamera orqali bu go'zallikni tomosha qilishadi. Shunday. Mana siz bir necha yildan bir musofirsiz, taqdir taqozosi bilan shu yerga kelib qolgansiz. Sizningcha musofirlikni eng katta yutqizig'i nima? Vatan sog'inchida. Eng katta yutqizig'i shuda. Endi vatan sog'inchi, o'sha sog'inamiz, do'stlarimizni sog'inamiz, yurtimizni sog'inamiz. Masalan, O'shga borganimda shu o'zim katta bo'lgan mahallani rosa aylandim. O'sha yerda misol uchun endi unaqa chiroyli bo'lmasligi mumkin, lekin u menga issiqda. Uni aylansam boshqacha maza qilaman, boshqacha bir lazzat tuyaman-da. U yerda sinfdoshlarim bor, do'stlarim bor, qarindoshlarim bor, jigarlarim bor. O'sha sog'inchda. Undan boshqa narsa menimcha bu yerda yaxshiroq. Qolgani bu yerda yaxshiroq bo'lsa kerak, Allohu a'lam. O'zi umuman siz bilan gaplashgan odam biladiki, onasini juda ham yaxshi ko'radigan odam ekan deyishadi. Juda ko'p tilga olasiz, takrorlaysiz onangiz. Shunday. Onangiz bu yerdaligingizda vafot etganlar va siz bora olmagansiz. Shunday. Bu hayotingizda qanday o'rin qoldirgan? Qanday eslaysiz ularni? Endi bu juda ham og'ir. Men kelayotgan paytimda buvim O'shda qolgan. Men buvi deb aytaman. Buvijonim, buvim deb gapiraman. Buvijonim O'shda qolgan. Kelgan kunimiz so'raganman. Men shunaqa qari onam bor, olib kelishim kerak desam, o'sha narsa emas, olib kelaversan degan. Zarar qilmay, u bemalol olib kelib, shunda mehmonga chaqirib olib kelasan, keyin qolib ketsa ham bo'laveradi. Qari odam hech narsa qilmaydi degan. Men shunda ishonib qolganman, endi bo'ldi deb. Keyin bu jonimni o'sha kuni telefon qildim. Endi biz kechasi kelganmiz, o'sha kuni emas, u sahar turib bir telefon topib telefon qildim. Bu jonimdan xabar oldim. Lekin men ketishimga bu jonim og'rib qolibdi, qattiq kasal bo'lib qolibdi.
O'sha seni ketganingni ko'tara olmadi shekilli deyishdi opalarim. Anchaylar qattiq kasal bo'lib qolibdi. Sizga shunchalik bog'langanmidilar? Ha, jonim menga juda qattiq bog'langan. Hatto shunday gaplarni aytardi, muqim seni shunaqa yaxshi ko'ramanki, hatto iymonimga zarar bo'lib qoladimi deb qo'rqaman derdi. Masalan, Chimkentda ishlardim, men yaxshi oylik berar edi. Tarjimon edim. O'shanda haftada 3 kun, 4 kun Chimkentda bo'lsam, 3 kun uyda bo'laman. Shunga unamas edilar. Yo'q, qo'y, mana shu yerda birga yashaylik derdilar. O'sha har kuni ikkovimiz birga nonushta qilmasak, men ham qila olmas edim nonushtani, bujonim ham qila olmas edi. Xullas shunaqa edikda. Biz haddan men bujonimni haddan tashqari yaxshi ko'rganman. Yosh boladaqa yaxshi ko'rganman-da. Men endi juda ham maza qilib o'shlarga borar edik. O'sha mashinamni oldida o'tirar edi. Qashqadaryolarga olib borganman, Miroqi sanatoriyalariga olib borganman, Xorazmga olib borganman. Endi boshqacha shirin edi-da. Qanaqa orzusini amalga oshira olmadim deb o'ylaysiz? Bilmadim, agar bujonimni olib kela olmadim, eng nimasi, agar bujonimni olib kelganimda, ayniqsa mana bu ayolimga uylanganimdan keyin 95-yil uylanganman, 2000-yil qamalib ketib qoldim. Bujonim aytadi, mana shu 5 yil meni eng baxtli yilim deydi. Butun umrim mobaynidagi eng baxtli, eng yaxshi yashagan yilim mana shu 5 yil deydi. Ya'ni siz yo'q bo'lgan paytingiz haqida gap ketyapti. Yo'q, men bor paytimda. 95 uylanganman, 2000-yil qamalganman. 95 bilan 2000-yilda orasini. Siz ular bilan birga yashagansiz. Ha, birga yashaganmiz. Bujonim endi haddan tashqari yaxshi ko'rganligidan men Toshkentda yashaganman. Bujonim urug'ni kattasi. Masalan, bu yerda bolalari, nevaralari, jiyanlari hammasi bor. Pochchalarim ham haddan tashqari bujonni yaxshi ko'radi. Hammasi xizmat qilishga tayyor. Hammasi endi bir katta ish bo'lsa, albatta bujonimni nimasisiz bo'lmaydi, lekin o'sha eng kattasi bo'lganda endi obro' juda baland bo'lgan. Hamma yaxshi ko'rgan, bujonim juda oliyjanob ayol bo'lganlar. Lekin shularni hammasini tashab men bilan Toshkentda yashaganlar. Ya'ni men kenjasi edim, juda ham meni yaxshi ko'rgan. Xullas, biz boshqacha edik-da endi. Men o'zim ham bujonni yosh boladaqa yaxshi ko'rardim. Xuddi emadigan boladaqa yaxshi ko'rardim. O'shga ketib qolsa, bir haftagacha chidardim. Ikkinchi hafta ichim siqila boshlardi. Agar 3-haftaga o'tib ketsa, telefon qilardim. Kelmisizmi deb o'zi bir haftada boshlardim. Qachon kelasiz deb. Ya 3-haftaga o'tib ketsa, bo'lmasa o'zim borib olib kelaman derdim. Keyin meni pulimni ayab, hozir falon pul sarflab muqim keladi. Men keta qolay deb keyin kelardi. Bashirga kelganda ham hatto bujonga bir $500 pul jo'natdim. Jo'natmoqchi bo'ldim to'g'rirog'i. Men hozir $500 pul jo'nataman. Yo, jo'natdim. Men hozir aniq eslolmayapman. Opamga aytdim, bujonga aravacha olasizlar, chiroyli aravacha olasizlar, bujonni olib yurishga dedim. Men bujonim kasal bo'lib qolganini eshitdim-da. Eshitsam, opam yig'lab, "Ey muqim, nima deyapsan? Bujon $1000 to'plab shuni muqimga yuborib berishasan." deyishgan. Asli qayerda bujon? Onalar har doim bolalarini o'ylar ekan-da. Opalarim, muqim boy bo'lib ketdi, hamma yo'g'i zo'r bo'lib ketdi desa, senlar nimani bilishasan? Muqim boy bo'lgani bilan uni sarf xarajati shuncha, men bilaman degan ekan. Shunaqa. Sizni adabiyotga qiziqishingiz, ijodkor bo'lishingizda onangizni o'rni ko'proq. Rosada. Bujonim rahmatli juda ko'p o'qirdilar. Bujon shu qadar talant bo'lganki, tatarcha tafsir bo'lardi. Shu tatarcha tafsirni shunday o'qiganda o'zbekcha tarjima qilib o'qib yuborardi. Birdaniga. Bunga endi yuzlab guvohlar bor. Hayron qolasiz-da, hayron, o'zi tatarcha. Shuni shunday o'qiganda xuddi o'zbekchani shatiratib o'qigandek o'zbekcha qilib o'qib ketardi. Hamma hayron qolardi. Men bu tinimsiz kitob ko'rgan.
tinimsiz kitob o'qigan. Endi masalan Qur'on o'qigan, eng ko'p Qur'on o'qigan va masala kitoblari o'qigan, juda ko'p bilardi, juda ko'p narsani yaxshi bilardi. Va o'zi o'ta nima desa bo'ladi endi viqorli ayol bo'lganda. Men misol uchun biz kambag'algina yashaganmiz. Agar bironta boy ayol misol uchun 100 so'mlik bir narsa qiladigan bo'lsa, albatta shuni 120 so'mlik qilib qaytarib qo'yardi-da. Shu tilini bergisi kelmas edi. Nedir, balandda turishni yaxshi ko'rardi. Hech qarz so'ramas edi birodar. So'rama der edi qarzni. Hech yo'q, chidaysan, mashaqqa yetkazamiz deb shunaqa qilib turib olardi. Judayam viqorli ayol edi. Kelinlar qo'zg'olonidagi bir qaynonaga o'xshatgandingiz, ona. Qaysidir darajada. Mahkam tutarmidilar? Balkim yo'q, bu jonda u darajada emas. Bu jon. Masalan, men bitta opam bor. Opangiz. Opamni shunaqa desangiz bo'lar. Shu kelinlar qo'zg'olonidagidaqa desangiz bo'lar. Bitta opam shunaqa jon dahshat. Diktator. Bu jonim unchalik emas. Bu jonim juda kelinini yaxshi ko'rardilar. Hatto bir ikkita ayollarga salpal dars berib yurgan ekan ayolim. Ashki ayollar kelsa, bu jonim haligilarni eshikda kutib olib, uxlayotgandi, bu yoqqa kira qolinglar deb ichkariga olib kirib, ularni chiqazib yuboribdi. U paytda kendingiz uxlayotgan ekan. Ular hatto hayratdan yoqa ushlashgan. Voy, shunaqa qaynonalar ham bo'lar ekan deb. Ya'ni bu jonim men ayolimni juda qattiq yaxshi ko'rardi. Juda ham qattiq yaxshi ko'rardi. Onangiz haqida qanaqadir kitob yozish haqida, memuar yozish haqida o'ylamaganmisiz? O'ylaganman, endi bir necha marta yozganman, o'nlab marta yozgan bo'lsam kerak. Haligi bir nimalar bo'ladi-yu, yozasiz, g'ijimlab tashlaysiz, yozasiz, g'ijimlab tashlaysiz. Qiyin ekanda xullas, ashi nima chiqmayapti-da. Men o'ylagan narsa chiqmayapti. Men xohlagandek chiqmayapti. Bu narsaga men juda ko'p marta urindim. Juda ko'p marta. Nomi nima bo'ladi u kitobning? Bujonim bo'ladimi? Menimcha shunaqa bo'ladi. Bujon bo'ladi. Unda sizdan kutamiz. Siz ijodkor sifatida o'zingiz xohlagan ishlarni, ijodni qila oldingizmi? Ko'nglingiz to'ladimi? Yo'q, endi men unaqa deb o'ylayman. Misol uchun haligi men avtobus haydayman. Misol tariqasida. Kasbingiz bu. Kasbim avtobus haydash. O'zi filolog. O'zim filologman. Shu avtobusni misol uchun O'zbekistonda 1 million odam hayda olasligi mumkin. Misol tariqasida. Ayni paytda men til adabiyot o'qituvchisi bo'la olmayman. Yaxshi til adabiyot o'qituvchisi bo'lishim mumkin. Aytaylik, bunaqa o'qituvchi mingtadir. Misol aytaylik. Va men ayni paytda klassik adabiyotni bilaman, har qalay o'qiganman, o'rganganman. Undan yaxshi dars bera olasligim mumkin. Aytaylik, bunaqa o'qituvchi 1-200 ta bo'lishi mumkin. Men uning ustiga arab tilini bilaman, arab adabiyotini, arab aruzini va o'zbek aruzini bilaman. Misol uchun, har qalay unaqa jazor bilmayman, lekin ozgina harakat qilsam, o'shini bir yaxshi mutaxassisga aylanishim mumkin. Ya'ni unaqa juda katta kuch sarflamayman-da unga men. Hozir endi bir umumiy bilgan taqdirimda ham ozgina kuch sarflasam, uni yaxshi bilimdoniga aylanishim mumkin. Masalan, aytaylik, bunaqa bilimdon 100 tadir. Misol tariqasida aytaman. Endi ba'zi jihatlarni olganingizda balkim 50 talikka kirib qolarman deyman-da. Lekin endi o'zingiz o'ylab ko'ring, 50 tadan bitta bo'lgan qayerda-yu, 1 milliontadan bitta bo'lgan qayerda. Odam baribir men norozi emasman hayotimdan. Mazza qilib yashayapman, alhamdulillah. Men o'sha avtobus haydasam ham yayrab haydayman. O'sha avtobus haydaman, bir necha kitoblarni tarjima qildim. Shu yozgan she'rlarimni deyarli bir 60-70% shu avtobusda yozilgan. Chunki avtobus haydab ketasiz, kalla bo'shda endi baribir. U oson. O'shaning uchun men hech nolimayman hayotimdan. Nolish ma'nosida aytmayapman. Lekin endi baribir shu 50 tani bittasi bo'lib qilsam, misol uchun men qancha o'quvchilar bo'lishi mumkin, men universitetda dars berishim mumkin, dars berishni juda yaxshi ko'raman. Qanchasiga yo'l yo'riq ko'rsatishim mumkin, mana sohada ish qilaylik deyish mumkin. Endi o'sha ishlarning hammasidan mahrumman-da. Asheri sal siqadi odam. Hozirgi musofirlarning asosiy maqsadi pulga o'xshayapti-da. Endi haqiqatan ham
pul sabab kelishadi musofirchilikka. Pul siz uchun o'zi nima hozirgi ayni shu yoshingizda? Pulmi? Pul ikkita narsa uchun kerak. Birinchisi birovga muhtoj bo'lmaslik uchun, ikkinchisi bironta hojatmand odamni hojatini chiqarish uchun. Qolgani bosh og'rig'idan boshqa narsa emas. Hech narsa emas. Misol uchun rosa qiylanib 20 yil, 30 yil ishlasam, o'shundan topgan daromadim nima bo'ladi? Aytayam, bitta villa bo'ladi. Xo'p, ash bitta villada yashadingiz nima-yu, bitta ijara uyda yashadingiz nima? Katta farqi bormaydi. Men hayotim mobaynida $1000 uyda ham yashadim. $500,000 uyda ham yashadim. $500 mashina ham haydadim. $50,000 mashina ham haydadim. Xo'p, $1 ga qonim to'ygan kuni ham bo'ldi, $100 ga qonim to'ygan kuni ham bo'ldi. Yoki to'ymagan kuni. Yoki to'ymagan kuni ham bo'ldi. Shunaqa bir katta restoranlariga ham kirdim, katta bir balolarga. Dunyo kezdingiz. Hech qanaqa farqi yo'q. Ashi $1 ham ashi, $100 ham ashi, $1000 ham ashi, $1,000,000 ham ashi. Katta farqni ko'rib olmadim. Unda mohiyat nimada? Bu jarayonda. Mohiyat shundaki, insonni o'zligida-da, insonni o'zida-da. Mana misol uchun kimdir bor e'tiborini shu men $1000 kiyim kiyishim kerak deydi. U bechora endi ancha qiylanib, yig'ib, terib, ashi $1000 kiyimni kiyadi. Keyin endi men $1000 kiyimni kiyaman deb shundan xursand bo'lib yuradi. Shundan zavqlanadi. Shundan zavqlanadi. Endi uni tushunchasi o'shida. Endi uni bilasa deb bo'lmaydi. Ha, bo'pti, endi shunaqa odam ekan degan narsa bor-da. Endi bir odam sal boshqacharoq qaraydi hayotga. Men hayotga o'zi nima uchun keldim, nima qilib yuribman, qaysi ishni qilsam eng to'g'risi bo'ladi va bu menga berilgan shu bir ozgina hayotni nimaga sarflasam ekan, qaysi narsaga sarflasam shu arzir ekan degan o'ylar ham bo'ladi. Endi shu ma'noda endi boya aytganimdek, endi men o'zimchasiga endi nimadir dars qilsammikin, mana video darslar qilaman, biron narsa yozaman, bir tog'da tolqon bog'da bo'ston qilib yubormayman. Endi nimadir qilgim keladi-da endi. Mana Shvetsiya jamiyatida bir necha yillardan beri yashayapsiz. Endi jurnalist baribir muammolariga qiziqadi-da. Shvetsiya jamiyatining odamlarning eng asosiy muammolari nimalar? Agar moddiyat bo'lmasa. Muammolari Shvetsiya jamiyatining muammolari yolg'izlanishda deb o'ylayman. Odamlar yolg'iz, o'ta yolg'iz. Bola ham o'zini o'ylaydi, ota ham o'zini o'ylaydi, aka ham o'zini o'ylaydi, uka ham o'zini o'ylaydi. O'zingni o'ylashing kerak deb bog'chada ham uqtiradi, maktabda ham uqtiradi. Menimcha mana shu yolg'izlanish eng katta muammo bo'lsa kerak deb o'ylayman. Shunday oilalar bor, er xotin 30 yil, 40 yil yashaydi. Keyin birdaniga xotin aytadi-yu, men sen bilan yashashdan zerikdim deb ketib qoladi. Haligi er bechora haligini ko'tara olmasdan o'zini o'zi osib qoladi, o'zini o'zi o'ldirib qoladi. Bunaqa holatlar bor, anchagina bor. Odamlarga odam tafti yetishmayapti. Men shunaqa deb o'ylayman. Mana shunday nimalar bor. O yolg'iz yashaydi, o'lib qolgan bo'ladi, biroq xabar topmaydi. Haftalab xabar topmagan payti bo'ladi. U yolg'iz yashagan bo'ladi. Mana shu atrofda qarang, endi qarilar yuribdi. Sal qalaysan, yaxshimisan, yaxshi yuribsanmi, havo yaxshi deb qo'ying. Bo'ldi, siz bilan iloji bo'lsa soatlab gaplashsa. Haligi o'sha odamga nimasida o'sha qariyalar uyida o'shuncha alohida e'tibor berishadi. Kimdir ularga kitob o'qib beradi, o'tirib ular bilan gaplashadi, shunaqa bir nimalar bo'ladi. Endi biz bunaqaga o'rganmaganmiz-da. Mana misol uchun bizda qari hali endi ana ketaman, mana ketaman deb turgan opa dadamiz yo katabimizni oldida ham 10 ta odam bo'ladi-da. Hali unisi keladi, hali bunisi keladi, yaxshi yuribdimi? Bizda unaqa narsa yo'q-da. Doim haligi nima. Bu yerda eng katta muammosi shu bo'lsa deyman. Shu bo'lsa kerak deb o'ylayman. Shu yolg'izlanish nimasi bo'lsa kerak deb o'ylayman. Xorijda yashayotgan yoki xorijga endi kelgan oilaviy ko'chib kelganlarga sizni tavsiyalaringiz ham qiziq. Masalan, o'sha jamiyatlarga ham moslashib, ham o'zligini saqlab qolishda eng asosiy qoidalar nimalardan iborat? Nimalarga e'tibor berishlar kerak yoshlar? Endi odam
haligi man arafa nafsahu arafa robbahu deb qo'yadi. Kim o'zini tanisa, Parvardigorini taniydi, Xudosini taniydi deydi. Ya'ni inson avvalambor o'zini tanish kerak edi. Men kimman o'zi deb. Mana misol uchun biz misol uchun o'zbekmiz. Bu endi bu millatchilik emas. Lekin baribir inson o'zini bilish kerak endi. Masalan biz o'zbekmiz va o'sha o'zbekligimiz bilan faxrlanishni ham bilishimiz kerak. O'sha o'zbekligimizni eng go'zal odatlarini ushlab qolishga harakat qilishimiz kerak. Uni o'sha bebaho ekanligini, uni yo'qotib qo'yish, u juda ham katta narsani yo'qotish ekanligini his qilishimiz kerak-da. Keyin o'sha narsani qimmat narsa desangiz, keyin ayaysizlar. Uni qimmatligini bilmasangiz ayolmaysizlar u narsani. O'shani qimmat o'ta ham kerakli narsa deb his qilsangiz, keyin uni saqlab qolishga harakat qilasiz. Endi buni hamma ham his qilmasligi mumkin. Uni kimdir his qildiradimi yoki o'zi tabiiy uni shu narsani tushunib yetish kerakmi? Tushunib yetganda kech bo'lib qolsa-chi? Nima bilan bog'liq? Bilmadim. Menimcha endi masalan katta yoshliklar hammasi his qilish kerak deb o'ylayman. Endi kattalar. Endi men bu yerlarda biz jamoa bo'lib yashaymiz-ku endi. Asha o'zbeklar nimasi bor, to'y to'rkunimiz bor, yoki hayitlarda bir to'planishimiz bor, osh qilib yeyishimiz bor. Shunga o'xshash nimalar bor-ku. Va bolalarni masalan har xil she'rlar, ashulalar aytkizamiz, shunaqa nimalar qilamiz. Shu narsalar ham ta'siri katta bo'ladi. Bir-biriga ta'siri katta bo'ladi. Har qalay bir-biridan ko'rib o'rganish ham katta bo'ladi. Ya'ni o'sha o'zbek aurasini ushlab turish uchun. Ushlab turish uchun-da, ha, shunaqa bo'ladi-da. Endi haligi masalan uchun ruscharoq xonadonda yashaganlar bo'ladi yoki bir necha yil Rossiyada yashab yo Ukrainada yashab keyin kelganlar bo'ladi. Ular uchun keyin bu narsani ko'rsa, keyin haqiqatda biz o'zi asli manaqamiz-ku deydi-da. Keyin odam tabiatan zerikadi. Bu birinchi kelganingizda, misol uchun, rosa mazaga o'xshaydi. Pul yetarli, hamma yo'q yetarli, o'ynayapsiz, kulyapsiz, hamma yo'q yaxshiga o'xshaydi. Lekin inson baribir sekin-sekin o'zligiga qaytadi-ku. Bizda to'ylar bo'lar edi, nahorga oshlar bo'lar edi degandek-da endi shunga o'xshash. Endi u bir tarafdan endi hali oshirib yuborgan joylarini yoqtirmasangiz ham hali normal joylari bor-ku, misol uchun o'sha aqlga sig'adigan, shunday qilsa o'zi yaxshi bo'ladigan joylari bor-ku. O'shalarni nazarda tutyapman-da endi men. Hali kim o'zarga ish qilishlardi emas. Turli muhojirlar bilan, ya'ni o'zbekistonlik vatandoshlar bilan gaplashyapmiz, bolalar bilan suhbatlashyapmiz. Ayrimlari o'zbek tilini yomon gapiradi yoki umuman gapira olmaydi. Bu qanchalik yo'qotish? Tilni yo'qotish. Shu muammo bor. Buni eng yomon tomoni, hatto biz o'zimiz ham qo'rqamiz, o'zimiz ham cho'chiymiz. Chunki bizni bolalar, mana hatto Muhammadda bilasiz, sal tilni yo'qotish ancha nima hali tekkiz ifodalay olmaydi so'zlarini. Qolgan farzandlarim tuzuk bo'lsa ham, bu bir tarafi, ikkinchi tarafi endi nabiralar qanaqa bo'lar ekan, nabiralardan undan keyingilar qanaqa bo'lar ekan. Bu o'sha borib assimilyatsiya deb qo'yadimi? Shunga erib kirib ketish. O'sha xavf bor endi. Bu katta xavf bor endi. Shuning uchun muloqotni kuchaytirish kerak deb o'ylayman. Iloji bo'lsa, men avval ham ko'p aytganman, O'zbekistondan bir necha o'quvchilarni olib kelib, mana shu yerdagi o'zbek xonadonlariga qo'yib, maktablarda o'qitish kerak deb o'ylayman. Bu yerdan bir qancha bolalarni olib borib, O'zbekistonga xonadonlariga qo'yib, maktablarda o'qitish kerak deb o'ylayman. Ya'ni xonadonlar farzand bolani almashsa, ma'lum muddatga almashtirilsa va u o'sha xuddi ota-onadek qarayman deb va'da bersa, shunaqa bir nimalari bo'lsa, qandaydir shunaqa yo'llari bo'lsa, bu katta yaxshi yutuqlarga olib kelishi mumkin deb o'ylayman. Nimalarga e'tibor qaratish kerakligi? Til o'rgatish masalasida yoki dinini o'rgatish masalasida, qadriyatlarni ushlash masalasida. Endi bolani tarbiyalash yoshlikdan bo'ladi. Agar uyda ichida ham
shvedcha gapirsa, misol uchun yoki Germaniyada bo'lsa nemischa gapirsa, bu narsa uzoqqa bormaydi. Bola nemislashib ketib qoladi yo shvedlashib ketib qoladi. Bu endi ko'rinib turgan narsa. Men uyda ichida qattiq qonun qilish kerak deyman. Uyda ichiga kirgandan keyin faqat o'zbekcha gapirish kerak. Ozgina ham shvedcha gapirishga yo'l qo'ymaslik kerak. Ular shundoq ham ko'chada tinimsiz shvedcha gaplashishadi. U yetarli bo'ladi. Maktabda har kuni 8 soat bo'ladi. U yetarli bo'ladi. Ya'ni uyda ichida shvedcha gaplashishga ehtiyoj yo'q. Uyda ichida o'zbekcha gaplashish kerak. Undan tashqari o'zini ona tilini yaxshi bilgan bola boshqa tilni ham yaxshi biladi. Fe'l foilni joyiga qo'ya oladi. Ya'ni ega kesimni joyiga qo'ya oladi. Agar o'zbek tilisi chala bo'ladigan bo'lsa, uni shved tilisi ham chala bo'ladi. Umuman uni tili chala bo'ladi. Hech qaysi tilda to'la bila olmaydi. O'sha unisi ham bunisi ham chala bo'lib qoladi. Shunday joylar borki, yarim o'zbekcha, yarim shvedcha qilib gapiradi. Buni katta xato deb o'ylayman. Eng kamida yo bo'pti mayli shvedchaga o'tib olsin yoki o'zi eng to'g'risi o'zbekchani mahkam ushlasin. Shunda eng to'g'risi bo'ladi. Bo'tqa tili bilan aralashtirib bilan nimagadir erishish qiyin bo'ladi. Yo'q, bo'lmaydi. U bolani har taraflama mayib qiladi. O'sha tilni mayib qiladi. Qadriyatlar masalasida qanday tartib bo'lishi kerak? Endi qadriyatlar masalasi biz baribir o'zbek millatimiz, madaniyatimiz va bizning madaniyatimiz islom dini bilan juda ham chambarchas bog'liq. Shuning uchun dinda o'sha to'g'ri ma'noda, mo'tadil ma'noda shu o'zimizni imomlar, o'zimizni nimalar bor-ku, ota bobolarimizdan kelayotgan axloq, odob degandek bir nimalar bor. Shu ma'noda o'rgatish kerak bo'ladi. Tabiiy xavf bor. Chunki dinni o'rgatsangiz har xil tarafga ketib qolish nimalar bor. O'sha yerlariga biroz ehtiyot bo'lib, o'sha eng to'g'ri bir yo'nalishni berib, o'sha din orqali bolalarni o'sha ham madaniyatini, ham har ikkala dunyo saodatini ushlab qolish mumkin. Men shunaqa deb o'ylayman. Katta rahmat sizga ustoz. Umid qilamizki, bugungi chiroyli tabiat qo'ynida qilgan suhbatimiz barchaga manzur bo'ladi. Hamma o'ziga kerakli xulosalarni oladi. Vatandoshlarni kuzatishda davom eting.